Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Görüvatqanlar Erkin Asiya Radiosu Uyğur biliminin nəzər proqramısı. Mən Alim. Biz bugün Xitay hökumətinin Uyğurlarının tarixi meçidləri, məhəlləri və mazarlarını çəkib vəyran qilishliyi səbəbi və məqsədi üstüdə söhbət elib barımız. Biz bu münasibət bilan Dünya Uyğur Qurultayı Dini İşlər Komitetining rəisi Turğuncan Alavudin əfəndi bilan Uyğurizm torbetining quruvchisi, shundaqla e'tiqod vayronchiligi, Uyğur meçidləri və məqbərlərinin çəkilişi namlıq dokladның tayyorlovchisi Bakram Qurban Sintaj əfəndini bu söhbətə alayida təklif qildıq. Söhbətimiz xoş gəldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk, rahmet. Biz bugünkü söhbətimizni başlaşdan burun Xitay hökumətinin Uyğurlarının meçidləri, məhəlləri və mazarlara qaratqan yaxınqı 3 illik buzğunçuluq hərəkətlərini bir görüb çıxaylı. Çinchuango 2016 yılı Ağustosdan başlap Uyghur Abnur ayının sekretari bolğandan beri Xitay hökuməti 1 milyondan 3 milyongacha Uyghur, Qazaq və Qırğız qatarlıq yerlik Türkiy musulmon xalqlarını jaza lagerlarga qamadi. Uningdan başqa yana Uyghurlarning diniy və mədəniyyət kimligiga qaratqan hujumini mislsiz kuchaytdi. Xitay hökuməti o'tgan 3 yil jarayonida masjid və mazarlarni qaytadan tartibga solish, nomrodlikni tugutish degan bahona bilan Uyg'urlarning tarixiy masjidlari, mazarlari va qadimiy mahallalarni buzib tashladi. Xitoy hukumati buzib tashlagan uzun tarixga ega masjidlardan Xotan Keriyadagi Yetka jamasi bilan Qag'liq Yetka jamasini alayda tilga olib o'tishga bo'ladi. Uningdan boshqa Xitoy hukumati yana 20-asrdagi mashhur Uyg'ur shoiri Lutfulla Mutalibning Aqsudagi maqbarasini mo'chib tashlagan. Xitoy hukumatining tarixiy yodgorlik hisoblanadigan Uyg'ur masjidlari, mazarlari va qadimiy mahallalarga qaratgan keng ko'lamlik buzg'unchilik harakatlari muajiratdagi Uyg'ur jamoatining birdak ayblashiga uchirmoqda. Shuning bilan bir vaqtda Xitoy hukumatining bu xil madaniyat qirg'inchiligi g'arb allarining alayda diqqatini qo'zg'amoqda. Bu munosabat bilan Amerika poytaxti Washingtondagi Demokratiyani ilgari surish fondi jamiyati 29 oktyabr kuni bu masala ustida maxsus yig'in chaqirdi. Yig'inda mazkur fondi jamiyatining raisi Karl Gershman apandi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan bu maqsadlik buzg'unchiliklarni qattiq ayblab, uni madaniyat qirg'inchiligi deb atadi. Washington pochtasi gazeti 3 noyabr kuni bu haqda tahrirat maqolasi e'lon qilib, navbatda Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan siyosatining 1930 va 1940 yillarda natsistlar Germaniyasining Yahudilarga qaratgan siyosatiga o'xshab ketayotganligini alayda ta'kidladi. Xitoyda har kuni Xrustal kechisi bo'layotidi deb mavzu qo'yilgan mazkur maqolada Xrustal kechisining ayni vaqtda Germaniyada aynaklar chaqilgan kecha ekanligi bayon qilingan. 1938 yil yuz bergan Xrustal kechisida natsistlar Germaniyasi Yahudilarning ibodatxonalari, mazarlari va do'konlarini chaqib bayron qilgan. Tarixchilar natsistlar Germaniyasining Yahudilarga qaratgan milliy qirg'inchiligi mana mushu Xrustal kechisidan boshlangan deb qaraydi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 12 noyabr kuni bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarning masjidlari, mazarlari va mahallalariga qaratgan bundaq buzg'unchiliklarni darhol to'xtatib, lagerlarga qamalgan 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa millat tutqunlarini qo'yib berishni talab qildi. Xitoy hukumatining Uyg'urlarning masjidlari, mazarlari va mahallalarni vayron qilishidagi haqiqiy maqsadi zodi nima? Xitoy hukumatining oxirgi nishoni Uyg'urlar ustidan madaniyat qirg'inchiligi yurgizishmi yoki jismoniy qirg'inchilik olib berib, ularni tal-to'kis yo'qotishmi? Mana bu masalalar navbatda dunyo jamoatchiligini bo'libmi Uyg'ur xalqini qattiq o'ylantirmoqda. Unda bo'lsa, men birinchi savolimni Bakramdan boshlay. Bakram, bu Xitoy hukumati hamda yaqinqi 2 yil mobaynida Uyg'urlarning meçidlari bo'lsin, mahallari bo'lsin, hatto tarixiy mazarlar bo'lsin chiqib kelmoqda. Endi siz nima sababdan endi bu Xitoy hukumatining bu meçidlar bo'lsin, mahalla va yoki mazarlar bo'lsin, bular to'g'risida bir doklad yozib qaldingiz? Buningki asosiy sababi o'zimninki burun o'rgangan kasbim bilan zish munosabatlik. Men binokorlik laylash milliycha uslubdagi san'at laylash kasbida shug'ullangan ham o'qigan. Shu vajidan bu Uyg'ur masjidlari, Uyg'ur islom qurilishlariga bo'lgan so'ygurim kuchlik. Chunki bizning Uyg'ur uslubidagi islom qurilishlar dunyo madaniyatining bir qismi ham o'zining o'zgarchiligi bilan, go'zalligi bilan san'at dunyosida hali e'tirofga erishgan. Men eng so'ygan bir masjid, ya'ni Qag'liq jamasi chiqilganlik xabarini olgan kundan boshlab men bu qolgan men o'qigan masjidlarning chiqilgan ahvolini izlash niyati tug'ilgan. Shundan yog'i
izlab yurib, shu sun'iy hamra suratlari orqali g'oyat zo'r sondagi masjidlarni chiqilganligini bayqadim. Shunda yog'i bu dokladni ishlash niyati kelib, Uyg'ur kishilik huquq projektiga men o'zim iltimos qilib, mushta bir doklad ishlashimizning muhim ekanligini, agar kerak bo'lsa, men o'zim bitirayligimni xabar qildim ularga. Ularni qo'lladi. Shunda yog'i biz mushta dokladni bitirishga hisobda 6 oy vaqt ketdi. Muvaffaqiyatli biz shuni e'lon qildik. Turg'unjon apandi, bu sizningcha Xitoy hukumati hamda nima uchun Uyg'urlarning tarixiy mechidlari, mahallari, ham mazarlarini chaqidi? Xitoy hukumati Uyg'urlarning masjidlarini, mazarlarini chaqishdagi asosliq maqsad nima deganda, mencha bu Xitoy hokimiyati bu vatanimiz, ya'ni Uyg'ur zaminini, Sharq Turkistonni umrvoyatlik o'zining zamini qilib olish uchun bu Uyg'urlarning masjidi, mazarlari bu bir to'saqdi. Ya'ni chunki bularga qaragan insonlar bu yerning Xitoyning zamini emas ekanligi, Uyg'urlarga oid ekanligini ko'ralaydi. Shuning uchun Xitoy hokimiyati keyingi vaqtlarda bu Uyg'urlarning asarlarini, asar atiqalarini, milliy urf-odatlarini ifodalaydigan, ya'ni Uyg'urlarning Xitoy emas boshqa bir alohida bir millat ekanligini ifodalaydigan har qanday bir ko'rinishiga buni yo'qotmasak bo'lmaydi ekan. Buni yo'qotmay turib, hech qachon biz bu zaminni o'zimizning qilib ololmaydi ekanmiz degan maqsadda bu Uyg'urlarning masjidlarini, mazarlarini chaqishga boshladi. Bakram apandi, bu sizning dokladingizda endi, sizning tadqiqotingizda hamda qancha mechit, qancha mazarlarning chiqilganligini topa oldingiz? Ben hozirgacha 150 o'rindagi masjidni asos qilgan asosda boshqa diniy so'rinlar asosliq islom diniy so'rinlarining chiqilganligini aniq isboti bilan doklad kirgizdim. Mening endi farzim bu masjidlarning chiqilish soni bu Xitoy hukumatining o'zining e'lon qilgan soni 24300 masjid borligini o'zi e'lon qilgan 2017-yili. Lekin bu sondagi masjidning hammani aniqlab chiqish ham har birisini tekshirish ham bek cho'ng vazifa. Uning ustiga mayli Google xaritasi yoki Baidu xaritasi bo'lsin, bu masjidlarning o'rnini aniq qilib berilmagan. Shunga buni tekshirish har birisini shu tajriba asosida shu xaritadan o'rnini tepib chiqish bir mushkul xizmat. Shunday mushkul xizmat bo'lsa-mu 150 o'rnini topalig'ini ham ba'zi rayonlarda, masalan Xotan yoki Sanji qatorliq shaharlarda bir shahar markaziy, shahar rayoni atrofida 10 nechadan masjidlarningki chiqilgani ham buzg'unchi uchirganligini ko'rish, ham boshqa rayonlardagi chiqilgan masjidlarningki nisbati bo'yicha men buni nisbatlashtirish orqali umumiy Uyg'ur rayonidagi masjidlarning bu sonni 10 mingdan 15 minggacha hozirgacha chiqildi deb nisbatini shunda hisoblab chiqdim. Sizlarning e'lon qilgan 2017-yildagi bir dokladinglarda hozirgacha 5000 masjiddan chiqilganligini sizlarmi farz qilib etkensizlar. U 2017-yilning soni bo'lsa, bu hozirgi bu son meningki dokladimdan keyin bu son 10 mingdan ishib ketganligini ko'rib olib bo'ladi. Nurg'un masjidlar bizning o'sha yezlarda, ya'ni kichik kentlarda o'rnashgan bo'ladi. Bu masjidlarning qurilma jihatdan uylarning qurilmasiga o'xshagan bo'lganligi uchun ham uylar bilan yaqin tam qo'shni qilib solingan masjidlar bo'lganligi uchun buni sun'iy hamradan ustidan ko'rib farqini topmoq nayt tasam uning o'rnini berilmagan boshqa meningki asosiy dokladimki 150 dek o'rin asosan hajmi cho'ngroq shahar markazi, yez markazidagi masjidlarni o'z ichiga oladi. Demak, zo'r ko'pchilik masjid yezlarga o'rnashtirilgan bo'lsa, kichik mahalla, kentlarga ularni asosan chiqilib bo'lganligini ko'ralaymiz. Shu bu son 10 mingdan yuqori 15 minggacha bo'lgan araliqdagi yana chiqilganligini biz qiynalmay isbotlab chiqa olamiz. Turg'unjon apandi, bu Xitoy hukumati hamda Uyg'urlarning bu tarixiy mechitlarini bundoq keng ko'lamda vayron qilsa, endi bu Uyg'urlarning kelgusi avlodlari hamda bu cho'ng bo'lgan chaqda bu mechitlar yo'q, namoz o'qiydigan, diniy ta'lim, tarbiya oladigan, endi bu Uyg'urlar hamda o'zining keyingi avlodlarga bu islom dinini qanday qo'yib ketalaydi? Xitoy hukumati bu shu asosli maqsadi Uyg'urlarni assimilatsiya qilish, ya'ni Uyg'urlarni o'zining
tarixidan ayırıp etiş, özünün dini etikadından ayırıp etiş, özünün milli örfatıdan ayırıp etiş. Asaslık maksat şu olğaşqa, endi evlatlarımızı hazır ata-analarını her xil sebeplerden lagerlarga solib olib, türmelerge solib olgan bolsa, yaş evlatlarımızı özü bevosita tarbiyalash orqali buni xitoylashtirib yetishtirib chiqmoqchi endi. Bununla biz Uyg'urlar endi bu masalani xalqarada hozir nihoyatda jiddiy shaklda o'tirg'a elib chiqyapmiz. Bu Dunyo Uyg'ur qurultiyi shu lager masalasini jiddiy shaklda o'tirib qo'yish orqali xalqarada shu kelgusi avlodlarning xitoylashib ketishi, assimilyatsiya bo'lib ketishining aldını eliş lazımlığı, yani Uygurlarının qoğdılışı lazımlığı, Uygurlarının Xitayning bu modhiş çangıldan qutulushi lazımlığı haqida nurg'un faoliyatlar bo'lyapti. Bu degandek bu masjidlarning chaqilib ketishi, diniy e'tiqod, diniy erkinlikning cheklanishi, yosh avlodlarimizning diniy ta'lim tarbiyadan mahrum qilishi bu biz Uyghur milleti kelgan ağır bir kriz hesaplanıdı. Şuna bunu biz ciddi şekilde bütün chet eldeki Uygurlar bunu xalqaro seviyede, takım yukarı pellede bu meseleni o'tirib qo'yishimiz kerak deb qarayman. Shundaqa vaqtida bu Xitoy hokimiyatiga bo'lgan besim kuchaygan sari Xitoy hokimiyati bu jihatda oxirga qaytishi mumkin. Yani biraz yumshashi mumkin, ama bu nihoyatda jiddiy harakat qilishimizni talab qiladi. Bu avlodlar hozir mana shaklda mengayversa yana 20-30 yildan keyin bizning Uyg'urlarning bu vatanda nihoyatda mavjud bo'lishimiz bir xatarlik holatga tushib qoladi. Shunga hammamizning vazifasi Uyg'ur bo'lish suhbatimiz bilan jiddiy shaklda hozir tashkilotlarning atrofiga uyushib, mayli qaysi shaklda bo'lsin, mayli shaxsiy shaklda faoliyat shaklda bo'lsin yoki tashkilotlar vasitasi bilan bo'lsin, bu Uyg'urlarning shu assimilyatsiya bo'lib ketishini oldini olish masalasini nihoyatda jiddiy shaklda o'tirg'a qo'ymasak bo'lmaydigan holatga kelib qoldik. Shunga hammamiz Uyg'urlarning kelgusi istiqboli masalasida jiddiy o'ylash va harakat qilishimiz lozim. O Bekram efendi, bu Xitoy hukumati mechitlardan sirt yana Uyg'urlarning tarixiy mazorlarini cheqyapti. Sizning bu dokladingizda yakunlaganda hamda qaysi muhim ahamiyatga ega bu mazorlar cheqilgan? Muhim mazarlardan Xotanda ikki mazar, ikkili tarixiy mazar. Bu ikkili mazarninki butunlay tüptüz qilib ag'dirilib yetishi, to'plashtirish mashinasi bilan nihoyat qisqa vaqt ichida, bir oy ichida shundoq tuzilib yetishiningki bu mazarlarda asosan 1000 yildan ortiq ashadagi ko'milgan bizning tariximizga mashhur shaxslarninki o'rni shu ekan. Bu yerga Xotan xalqi her yili milyon qitimdan ashaga tavofga boradigan so'rin ekan. Bundaq bu o'rlan chiqilishi demak, shu Xotan rayonida, masalan, Xotan elpesaq, shu rayondagi xalqninki buningki o'zininki ajdodlarininki o'rniga berib tavop qilishi mumkin emas. Hamda buningki kim mezgilda undaq ishning yo'qligini, ham Xotan shahrining o'zida 10 necha masjidning chiqib o'tganligini shuni isbotlaydi. Hamda Xotandagi Xotan shahriga 100 necha minglagan belki onundan köp şehir merkezindeki şu Müslüman Uygurlarınki bununkin dini sorunun yok ekanligini isbotlab berdi. Turg'unjon efendi, bu Xitoy hukumati bu Uyg'urlarning mazorlarini, hatto mallarini chiqib tashladi. Lekin bu yaqindagi xabarlarga qaraganda albatta Xitoy hukumati Uyg'urlarning dongli shoiri Lutfullo Mutallibning qabristonligini buzib tashlaganligi aniqlandi hamda. Sizningcha Xitoy hukumati nima uchun hamda bu öz hatta ayni yillarda maydilab, qahramon deb ko'rsatgan Lutfullo Mutallibga o'xshash insonlarning qabrlarini buzib tashlaydi? Bu yerda Xitoy hokimiyatining bu vahshiyliklarini, rezilliklarini ifodalaydi bu qabristonlikcha zarar berishi. Ya'ni dunyoning hech qanday yerida, hech qanday bir davlat
u qabristonliklarga, mazalarga yoki ibodatxonalarga chaqilmaydi. Har qanday bir jahongir boshqa millatlarning ziminiga kirganda bu vahshiylikni qilmaydi. Bu Xitoy hokimiyati Uyg'urlarning shu mazarlardan tortib, asar atiqlardan tortib buni yo'qotishi Xitoyning yani vahshiy bir inson qalbidan chiqqan razil bir davlat ekanligi, ya'ni hozirgi 21-asrdagi madaniy davlatlarga o'xshamaydiganligini ifodalaydi. Ya'ni insonlarni, hayot insonlarni turmaga solash, lagerlarga solib olish orqali ularga og'ir darajada zulm qilgan bo'lsa, endi mazodagi insonlarni, ya'ni o'lib ketgan insonlarni xotirjam yashashga qo'ymasdan ularning mazarını buzib etishi, ya'ni Xitoy davlatining razil, nayiti vahshiy bir davlat ekanligini va shu orqali Uyg'urlarning mazarlarini buzib etish orqali Uyg'urlarning hech qanday iz-tizini qo'ymaslik, ya'ni bu zamin bizning, ya'ni mangu bizning zaminimiz deb hozirgacha deb keldi, ammo buni bizning mazarlarimiz va u yerdan chiqqan bizning burunqi ajdodlarimizning mumiyalari bu Xitoyning bu 3000 yil, 4000 yil burun bizning zaminimiz degan bu Xitoyning bu iddaosini rad qilib kelgandi. Endi Xitoy shuni buzish uchun, ya'ni shuni yo'qotish uchun, ya'ni Uyg'urning hech qanday asarni qo'ymaslik dek bu razil maqsadni amalga oshirib hatto degandek burunqilarning emas, keyin o'zlari siz degandek Lutfullah Mutallibdek madaniy shoirning qabrisini buzib qilganligi, ya'ni bu Xitoy hokimiyatining hech qachon ya'ni boshqa bir millatni, boshqa bir madaniyatni qabul qilmaydiganligi, ya'ni faqatlam o'zinikini rost qilaman deydigan hech qanday boshqa bir dinga yoki boshqa bir e'tiqodga yoki boshqa bir madaniyatga hurmat qilmaydiganligini isbotlab berdi. Bakram efendi, bu Washington Post gazeti 3-noyabr kuni Xitoyda kunda xrustal kechasi bo'ldi degan maqolani e'lon qildi. U maqolda sizning yozgan dokladingizni tilga oldi. Hem o maqolda asasen mush Uyg'urlarning hozirgi vaziyatini hamda ayni yillarda, ya'ni Nazi Germaniyasida Nazi Germanlimi bu Yahudilarninki mush sinagoglarni, ularning hamda ibodatxonalarni, ham ularning mazarlarini chaqqan. Ya'ni Yahudi degan millatni hamda Yevropada qirishdan burun mush ishlarni qilgan deb Uyg'urlarga silishtirgan bo'ldi. Sizningcha bu silishtirish to'g'rimi? To'g'ri. Turg'unjon apandimni misol qilib o'tdi. Bu Xitoyninki bu qilmishi insoniyatning tarixida bu baqqan ish bo'lgani bilan bu madaniy dunyoga nisbatan bu ko'lamda qilish ham Yahudilarning tarixidagi shu voqeaga silishtirishga bo'ladi, lekin uning hajm jihatdan undan qabih ham ko'p deb hisob bo'ladi. Nurg'un muxbirlar mendan so'raydi, nima uchun Xitoy hukumati mushlar qiladi Uyg'urlarga deb. Men ularga javob beraman, nima uchun bunday qildi emas, nima deb hozir buni qilyotidi deb tushunsak bo'ladi. Chunki bu Xitoyningki eng oxirgi Uyg'ur masalasini bartaraf qilish, ya'ni Uyg'urlarni butunlay aslamasiya yoki shunday kultur madaniyat qirg'inchilik orqali Uyg'ur madaniyatini supurib tashlash eng oxirgi qitimliq fursati bo'lganligi uchun shunga mush ko'lamda, mush xil qabih usullar orqali Uyg'ur madaniyatini yo'qotadi. Ham islom madaniyati bilan Uyg'ur madaniyati yo'g'rilib ketgan madaniyat. 1000 yillik bizning islom madaniyatimiz bizning Uyg'ur madaniyati hisoblandi. Buni yo'qotish uchun masjidlardan boshlash kerak, diniy o'limalarni qo'lga olish, ham barliq kitob shu bizning madaniyatimizga munosabatli barliq madaniyat yodgorlikni yo'qotish bu Xitoyning asosli hamda Uyg'ur madaniyatini yo'qotishning nishoni ko'rsatib berdi. Bu Turg'unjon efendi, bu g'arblik mutaxassislar Xitoyni tadqiq qilayotgan ba'zilarining qarashida bu endi bu Germaniyaning, ya'ni Nazi Germaniyada Yahudilarni hamda qirishi bilan hozir Xitoy hukumatining Uyg'urlarni lagerga solishi bu ikki xil ish. Xitoyning maqsadi bo'lsa hamda ilib bag'ini bo'lsa madaniy qirg'inchilik. Hamda Nazi Germaniyaning bo'lsa u rasmiy hamda bir millatni yo'qotish sifatida ilib bag'an qirg'inchilik deb qaraydi. Siz o'zingiz Germaniyada yashagan uzun yil bo'lish sifatingiz bilan
Buni o'xshash deb qaramsiz, buni ikki xil ish deb qaramsiz. Yo'q, mencha ikkisi bir xil ish. O asosli maqsad o natsistlarning Yahudi millatini yo'qotish bo'lgan. Shu millatni yo'qotish uchun oldindan o millatning diniy e'tiqodiga va o millatning urf-odatiga hujum qilish kerak. Uni yo'qotganda, undan keyin o millatni yo'qotib oldi. Xitoy xuddi hozir faqat madaniyat qirg'inchiligi emas, hozir Uyg'urni zodi irqiy qirg'inchilik qilib beryapti. Ayni natsistlarning bag'indek. Balki uningdanmi Bahram Apandi degandek hajm jihatdan og'ir, vahshiylik bilan qilib beryapti. Bolalardan, qarilardan, ayollardan tortib hamma, ya'ni dunyoda qo'g'dilishga tegishli bo'lgan insonlar, ma'sum insonlardan tortib hammaga o'rtaq shaklda bu vahshiy siyosatni yurgizib kelyapti. Hatto o'ziga xizmat qilayotgan, o'zining hukumat organlarida xizmat qilayotganlardan tortib, o'ziga sodiq xizmat qilgan Uyg'urlardan tortib, hech qandaqiga ishonmasdan bu insonlarni butunlay, ya'ni bu qirg'inchilikqa, ya'ni yo'qotishga o'rindishi, ya'ni bu Xitoy hukumatining vahshiyligini yana bir qatam isbotlaydi. Ammo Bahram Apandi bu yerda ba'zi mutaxassislarning bildirishicha hamda bu Xitoyning maqsadi bo'lsa Uyg'urlarni hamda Uyg'ur degan millatni hamda assimilyatsiya qilish orqali, majburiy assimilyatsiya orqali madaniy jihatdan o'zgartirib, bularni yana bir Xitoydek bir millat qilib yaratib chiqish. Ularning maqsadi hargizmi yana 12 million Uyg'ur bo'lsa, xuddi Nazi Germaniya barliq Yevropadagi Yahudilarni yig'ib kelib, ularni o'ldirgandek o'ltirish emas bu 12 million Uyg'urni. Ammo faqat bularni o'zining tilini, dinini, madaniyatini, hammasini yo'qotish orqali bularni Xitoydan farqi yo'q bir millatga aylantirmoqchi. Shunga buni hamda jismoniy jihatdan qirg'inchilik emas, balki buni madaniyat qirg'inchiligi deyishimiz kerak deydi. Buni qanday tushuntiramiz? Bunda tushuntirsak bo'ldi. Ba'zilar shu savolni so'raydi. Biz buning jismoniy qirg'inchilik, yana erk qirg'inchilik bo'layotganligini isbotlaydiganda biz yaxshi isbotni olib chiqamaymiz. Chunki u yerda uchur kontrol ostida. Biz faqat dunyoga isbotlay olayotganimiz buningki madaniy qirg'inchilikning isboti, xuddi mush dokladga o'xshash, buni ishlab ko'rsatgili bo'ladi. Jismoniy qirg'inchilikning qaysi darajada bo'layotganligini biz buni kelgusida isbotlab ko'rsatishimiz mumkin, ham nurg'un ichinishli voqealarni anglashimiz mumkin. Lekin buni madaniy qirg'inchilikni mush darajada 21-asrda dunyoga ko'rsatib turib, shu sun'iy hamroh suratlari orqali hamma masjidning o'rnini topa oladiganimizni bilib turgan Xitoy hukumati shu qadamni ilib 10 minglagan masjidni cheqiyotgan bo'lsa, madaniy qirg'inchilikni mush darajaga olib borgan Xitoy naytdi Uyg'urni yo'qotishda haqiqiy bel bog'lagan ham Uyg'urni yo'qotishga rasmiy iroda kelganligini ko'rib bo'ldi. Bu nayt qo'rqinchli. Ben o'ylayman bu madaniyatni bu darajada yo'qotgandan keyin bizning tilimiz, dinimiz yo'qolgandan keyin Uyg'urlar bir qancha avlodga tilam Xitoyga assimilyatsiya bo'lish ehtimoli bor. Lekin Uyg'ur madaniyatiningki yiltizi nihoyat yuqori. Bu millatni assimilyatsiya qilish unchalik oson emas. Yana birisi 21-asrda 12 million Uyg'urni qirib yo'qotishmi uncha oson emas. Shuning uchun Xitoyning bu yerda cho'ng bir bunga nisbatan xili kuchab yiqish mumkin, lekin bular irodaga kelgan o'xshaydi, chunki dunyoga ko'sib turib millionlab Uyg'urni kamplarga solayotdi. Nopusni qisqartirdi. Demak, bularningki uzun yillik plani bo'lishi mumkin. Anglashimizcha 50 yilda Uyg'ur avlodlarini Xitoyga o'zgartirish irodasi kelganligini ko'rib olsak bo'ldi. Turg'unjon apandi, Uyg'urlar hamda bir turkiy, bir musulmon xalq. Ammo hozir bu Uyg'urlarningki bu lagerlarda solinishi ham Xitoy hukumatining Uyg'urlarga nurg'un mutaxassislar degandek madaniy jihatdan qirg'inchilik ilib berishi bir hamma odamga ayon bir paket. Hozir buni butun dunyodagi hukumatlar, xalqlar biladi. Ammo nima uchun bu Turkiy ham musulmon davlatlar ya ko'zni yumib oldi bu masalada, ya Xitoyni qo'llab Uyg'urlarni davomli bostirg'izdi. Sizningcha buning sababi nima? Buningda bir qancha sabab bor deb o'ylayman, chunki Xitoy hokimiyatining ichidagi musulmonlarga tutgan siyosati bilan Xitoy davlatining sirtidagi, ya'ni mustaqil islom davlatlariga qarta tutgan siyosati
butunlay bir-birisiga zid. İçideki musulmonlarni butunlay yo'qotish, diniy e'tiqodini vayron qilish siyosati olib qolgan bo'lsa, sirtdagi musulmonlarga nisbatan aldamchilik, ya'ni siyosat olib beryotdi. Ya'ni ularga iqtisodi yo'q, kambag'al davlatlarga iqtisod orqali yordam berish, qarz berish, u yerga ba'zi bir ishlarni qilib berish orqali ularni ko'rinishda yaqinchilik qilib ularni aldayotdi. Boylarni bo'lsa siyosiy jihatdan qo'llagan bo'lib olib, boy davlat, islom davlatlari bo'lsa, uni qo'llagan bo'lib olib, shu shaklda aldamchilik siyosatini yurgizib kelyapti. Shunga bu Xitoy hokimiyatining bu rezil siyosatlarini bu bizga erkin kirib chiqish, erkin vatan ichidagi Uyg'urlar bilan erkin suhbatlashish imkoni bo'lmaganlikdan bu sirtdan kirganligiga shu teatr hozirlab, nayt chiroyli yasab, masjidlarni, ya'ni chet eldan tekshirish o'miki keldi ekan, ziyoratchilar keldi ekan deb islom davlatlaridan bir qism insonlarga mancha vaqt namoz o'qisang mancha pul deb kishilarni shunday qilib masjidga kirganmish. Ya'ni shu darajada Xitoy shunday aldamchilik siyosat yurgizayotgan bo'lg'achqa, bu islom ellari buni sirtqi Xitoyning ko'rsatgan shaklda buni shunday tushunadi. Voy bu shu rost o'xshaydi Xitoyning, ya'ni erkinlik bega o'xshaydi deb aniga oldinib g'arb davlatlari uning butunlay teatrdan iborat aldamchilik siyosat ekanligini yaxshi biladi. Ammo bizning maalesef bu musulmon qarindoshlarimiz sirtqi shaklga qarab turib Xitoyning xuddi diniy erkinlik berayotgandek hisoblaydi, shunday deb o'ylaydi. Ammo buning ichida bilganlar bor. Ba'zi davlatlar biladi. Xitoyning shunday aldamchilik siyosat qo'llanayotganligini bilib turibmi, Xitoydan oladigan ba'zi bir manfaat, tijorat va boshqa iqtisodiy yordam sabablik bunga ko'maslik qilyapti. Uni biz tushunib turyapmiz. Kimlarning unga ishonayotganligi, kimlarning ishonmasimi, ishongandek shaklda Xitoy bilan yana chiroyli muomala qilib bizga biz qarta Xitoyning olib berayotgan vahshiy siyosatlarga ko'z yumbatganligini ko'ryapmiz. Akram efendi, bu Xitoy hukumati hamda Uyg'urlarning mechitlarini cheqiyotgan, ma'zolarini buzayotgan, mahallalarni o'zgartirayotgan bir vaqtda Turg'unjon efendi degandek musulmon davlatlar yo sukutda yo Xitoydan olgan foydani deb Uyg'ur masalasiga ko'z yumgan bir sharoitda Uyg'ur xalqi o'zining milliy urf-odatlari va diniy an'analarini qanday qilib saqlab qola oladi? 3-oyda Washington Post gazetiga shu biz agar madaniyatimizni saqlab qolsak, Xitoy bu jangda bizni yengamaydi degan asosiy ideyani o'tirib qo'ygan bir maqola e'lon qildim. Biz hozir xalqimizni, 3 million xalqimizni qutuldirish bilan birga bizga eng muhim ish hozir madaniyatimizni. Ya'ni bu madaniyat deganda bizning 1000 yillik islom madaniyatini o'z ichiga olgan holda bizningki tub madaniyatimizni saqlab qolish, Uyg'urlarni bu Xitoyning yo'qotishidan saqlab qolish degi eng muhim halqa. Shuning uchun bu yerda biz chet eldagi Uyg'urlar qo'limizdan kelishicha hozir kitob jurnallar nashr qilish xili avjiga oldi Uyg'urlar orasida o'z tilimizni, yezigimizni saqlab qolish bilan birga shunday dokladlar orqali dunyoga bu yerda bo'layotgan qirg'inchiliklarni yo'ritib berib, dunyoning besimi orqali madaniyat jihatdan qirg'inchilikni Xitoyni sal orqaga chekindirmasak, bu yerda vaqtdan o'tishimiz kerak. Chunki Xitoy zo'r kuch bilan, surat bilan bizning madaniyatimizni yo'qotadi. Biz buni Xitoyning suratini to'xtatsakmi, Uyg'ur madaniyatining qutulishiga ozroq kuch ko'rsatadigan bo'lamiz. Bo'lmasa, chunki hozir Xitoyning vaziyati o'zgaryapti. Nurg'un kelgusida har xil siyosiy o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Toki shu vaqtgacha Uyg'urlarning madaniyatini saqlab qolgan bir fursat kelguncha Xitoyning bu suratdagi qirg'inchiligini to'xtalasak yoki chekindira olsak, madaniyatimizni saqlab qolish uchun nihoyat muhim. Shunga bu yerda eng muhim narsa shunga o'xshash medialarda yoki shunday dokladlarni sunib hukumatlarga cho'ng taraflarga taqdim qilish muhim bu hisoblanadi. Rahmat, unda bo'lsa Akram efendi, rahmat Turg'unjon efendi bugungi bu suhbatga qatnashib berganingizga.
Hörmətli görürmənlər, bugünkü proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Kelar qitim görüşüşəcə xuş vaxt bulun.